Shou biznes vakillari ichiga juda ham chiroyli kirib kelgan ijodkor, estrada xonandasi Jamshid Himmatov bo'ladi. Jamshid Himmatov hozirgi kunda viloyatlarga, umuman respublika bo'ylab to'y xizmatlariga nishburga chiqyapti. Bu juda ham ko'plab muxlislarga qiziq albatta. Videoni ko'rishdan avval bittadan like bosib qo'yinglar. Birgalikda barchamiz Jamshid Himmatovni admini bilan bog'lanib ko'ramiz, to'y xizmatlari narxlarini birgalikda bilib olamiz. Vodiyga to'y xizmatiga taklif qilib ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Estahmadim aka, ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Yo'q, rahmat, bemalol. Jamshid Himmatovni adminimi bu? Da. Aka, biz Andijonga taklif qilmoqchi edik. Jamshid Beyni to'y xizmatlarini bilmoqchi edik. To'yga $1000 borib turibdi, ha? Birrovga. Ha, birrovga. Birrov 1 soatmi endi? Yarim soat ketadi programmasi, aka. Kelishadigan joylari bor-a $1000 Sal Bor. bo'ldi. Tushunarli aka. Katta rahmat sizga. Hop. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz Jamshid Himmatovni admini bilan bog'lanib ko'rdik. 1 soat xizmat qilib berish narxi $1000 qilib belgilangan ekan. Meni fikrimcha, juda ham chiroyli narx. $1000 ga adashmasam vohadan bu do'stimiz. Jamshid Bey ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Agar Jamshid Himmatovni to'y xizmatiga taklif qilmoqchi bo'lsalaring, albatta bizga murojaat qilsalaring ham bo'ladi. Kelishlariga hissamizni qo'shsak biz xursand bo'lamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyo sizlar bilan. Sog' bo'linglar do'stlar.